o'rtadan Nexia'ga 2 xil signal qo'yamiz. Bir jup Malibu, bir jup Pobeda qo'yamiz. Bu Malibu oddiy signal chalganda ham ishlaveradi. Pobedani bo'lsa Seres mashina zavodda bo'lgandan keyin ishlaydigan qilamiz. Buning uchun qarang. Mana bu stiker, katta stikerdan mana ko'k oq palasani archib, ism chiqarib olasizlar. Bunga o'rtaga bitta diod qo'yasizlar. Diodni oq palasa tarafi relayga kiradi. Relay mana shu qo'shuvchisiga kiradi. Oq palasasi yo'q tarafi ismga ketgan bo'ladi. Buni bo'lsa mana promotor qo'yaysizlar. Juda pastga yashil kabelni promotor akkumulyatorga berasizlar. Bu tagidagi yashil bo'lsa, qo'lim bilan ko'rsatgan yashilim, bu bo'lib signalga ulanadi. Mana hozir tekshirib ko'ramiz mana. Boshingda. Oddiy bosganda, oddiy bosib turganda bitta signal Malibu ishlaydi. Endi zavod qiling ha, zavodga qarang qo'shing. Endi zavod qilgandan keyin ikki bosib signalni. Ko'rdingizmi? Ikkalasini ishlaydi. Bu G'ga tushmaslikning eng yaxshi yo'li mana shu bo'ladi.